Sedanachi milliy brendining tabiiy mahsuloti Prostamix 13 giyohdan tayyorlangan va u immunitetni mustahkamlaydi, ikkilamchi bepushtlikda yordam beradi, prostata bezini sog'lomlashtiradi, shuningdek peshob ushlab tura olmaslik kabi erkaklarda ko'p uchraydigan muammolarni bartaraf etadi. Turfa olam sizga faqat sinalganini tavsiya qiladi. Hoziroq buyurtma berish uchun 55 kodi bilan 513 99 99 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Britaniyaning Bloomberg agentligining axborotiga ko'ra 15-oktyabr kuni Brusselda bo'lib o'tgan NATO davlatlari mudofaa vazirlari ishtirokidagi yig'ilishda Qo'shma Shtatlarning urush vaziri Pete Hegseth Rossiyaga ochiq tahdid yo'llagan. Pete Hegsethning aytishicha, agar Putin urushni qisqa vaqt ichida to'xtatmasa, u holda Qo'shma Shtatlar buning uchun Rossiyani jazolashga kirishadi va yerdagi hech bir davlat Rossiyaga Amerika Qo'shma Shtatlariday talofat bera olmaydi. Bloomberg agentligining urg'u berishicha, NATO bosh kotibi Mark Rutte Brusseldagi o'z bayonotida Rossiyaning uchuvchilari tajribasiz ekanini ta'kidlab, Kiyevni kontrhujumga o'tishiga ruxsat bergan. Bu borada Bloomberg agentligiga ishonilsa, Mark Rutte'ni birinchi bo'lib Germaniya va Britaniya qo'llab-quvvatlagan. Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistoriusning va'dasiga ko'ra, Berlin Kiyevni kontrhujum boshlashi uchun Ukrainaga qo'shimcha 2 milliard yevrolik harbiy yordam ajratadi va bu safargi yordamdan Patriot, shuningdek Iris tizimlarining raketalari o'rin oladi. Britaniyaning mudofaa vaziri John Healey'ning bildirishiga ko'ra esa, London Kiyevga kontrhujum uchun 1000 dan ortiq dron yetkazib beradi va undan keyin Britaniya Ukraina armiyasini yana 100 mingta hujumkor dron bilan ta'minlaydi. Britaniya mudofaa vaziri John Healey'ning hisobotiga ko'ra, London Kiyevga joriy yilning 6 oyi davomida umumiy sonlarda 85 mingdan ortiq dron berdi va Britaniya Ukrainani Rossiya ustidan g'alaba qozonishi uchun o'z imkoniyati darajasida Kiyev qanday harbiy texnika zarur bo'lsa, ularni barchasini yetkazib beradi. Eshitmaganlar uchun eslatma, Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump ham 15-oktyabr kungi Oq uydagi o'z bayonotida Ukrainani kontrhujumga tayyorgarlik ko'rayotganini tasdiqlagan. Trumpga ko'ra, Kiyev Moskvaga qarshi so'nggi kontrhujumga o'tish uchun ruxsat so'ramoqda va Trump bilan Zelenskiy ushbu ruxsat bo'yicha muzokarani 17-oktyabr kuni Oq uyda boshlaydi. Trumpning ma'lum qilishicha, Tomahawk raketalarni Ukrainaga berilishi bilan bog'liq qaror allaqachon qabul qilingan. Faqat Washington bu raketalarni qanday obyektlarga zarba berishi mumkinligini bilsa bo'ldi. Eslatib o'tamiz, Washington Post agentligining axborotiga ko'ra, 15-oktyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlariga borgan Ukraina bosh vaziri Yuliya Sviridenko, mudofaa vaziri Rustam Umerov va Zelenskiy ofisi rahbari Andrey Yermaklar Qo'shma Shtatlardagi Tomahawk raketalarni ishlab chiqaruvchi Raytheon kompaniyasiga, undan keyin esa o'sha Tomahawklarni nishonga yo'llash imkoniyatini beruvchi Typhoon tizimlarini ishlab chiqaradigan Lockheed Martin kompaniyasiga borib, o'sha kompaniyalar rahbariyati bilan uchrashgan. Washington Post'ning Pentagondagi o'z manbalariga tayanib bildirishicha, Tomahawklarni nishonga yo'naltirishga qodir bo'lgan raketa tizimlari Ukraina qurolli kuchlarida yo'q va Amerika Qo'shma Shtatlari bu muammoni Typhoon raketa tizimlari orqali yechishga qaror qildi. To'g'rirog'i, endi Kiyevni Tomahawklar orqali Rossiyaga zarba berishiga Typhoon raketa tizimlari yordam beradi. Bir so'z bilan aytganda, NATO va Amerika Qo'shma Shtatlari qish boshlanmasdan oldin Rossiyaga har tomonlama zarba berishni rejalashtirmoqda. Endi Ukrainani Rossiyani urushni davom ettirishida Shimoliy Koreyani ayblaganiga oid xabarga yuzlanamiz. E'tiborli bo'ling. Rada telekanaliga bergan intervyusida Ukraina razvedka bosh boshqarmasi direktori Kirill Budanovning aytishicha, agar Shimoliy Koreya yordam bermaganida Rossiya urushni allaqachon mag'lubiyat bilan yakunlagani va Kiyev Moskvadan o'zini barcha yo'qotilgan hududlarini qaytarib olgan bo'lardi. Kirill Budanovning yakuniy xulosasiga ko'ra, Ukrainaga Rossiyaga qarshi urushda G'arbning 50 dan ortiq davlati qo'shilgan bo'lsa-da, ular Shimoliy Koreya kabi frontga askar bera olmadi. Bizningcha, Kirill Budanov Ukraina bayrog'i ostida frontda harakat qilayotgan bir necha 10 minglab chet eldan kelgan yollangan askarlarni unutib qo'ygan ko'rinadi.
Endi Britaniya va Shvetsiyani yer sayyorasidagi eng xavfli davlatlar ro'yxatiga kirganiga oid xabarga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting. New York Times agentligining xabar berishicha, London va Shvetsiyaning Malmö shahri yerdagi eng xavfli shaharlar ro'yxatiga kirdi. Sababi Londonda o'tgan yili fuqarolarni qo'lidan 80 mingdan ortiq uyali aloqa telefoni o'g'irlab ketilgan va politsiya ularni hech birini topolmagan. Shvetsiyaning Malmö shahrida esa 2025-yilda 160 dan ortiq granata va bomba portlashi qayd qilingan. Shuning uchun Shvetsiya hukumatı Malmö shahrini 60% dan ortiq hududiga sayyohlarni borishini taqiqlagan. New York Times'ga ko'ra, yuqoridagi holatlarning barchasiga Ukraina urushi ortidan Yevropa davlatlari iqtisodiyotida yuzaga kelgan moliyaviy tanqislik sabab qilib ko'rsatiladi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.